shaxsiy boyliklardan qaysilaridan zakot hisoblanadi? Bu albatta naqd pulli va kriptovalyutali. Naqd pullarni hisoblayotganda, masalan, siz ayolingizga berib qo'ygan bo'lishingiz mumkin, ayolingizni kartochkada bo'lishi mumkin yoki bolalaringiz kartochkalarida bo'lishi mumkin. Ularni hammasini hisoblaysiz, chunki bu sizni pulingiz. Albatta ayolingiz ishlayotgan bo'lsa, o'zini pullari bo'lishi mumkin yoki umuman biznes qiladigan ayollar ham ko'p, ularni o'zini puli bo'lishi mumkin. Ya'ni zakot bu shaxsiy majburiyat. Zakot bu shaxsiy majburiyat. Bu deganiki nima? Bu degani har bir inson o'zini zakotni hisoblaydi. O'ziniki. Va naqd pullardan hisoblanadi, oltin va kumushdan hisoblanadi. Depozit aytganim, kimdir endi barram oddiy depozitlarga pulni qo'yadi. E, Bu bilamiz nojoiz, chunki foiz daromad tan zakot hisoblanmaydi. Foizlarni olib tashlash kerak edi. Depozitni asosiy tanasini qoldirish kerak faqat. Yoki mana har xil halol investitsion depozitlar bor, mana Iman yoki ya'ni Asaxiy boshqa loyihalar juda ko'p hozir. O'sha yerga pul tikkan bo'lsanglar, o'sha yerda o'sha depozitlarni hisoblangan daromad bilan birga kiritasiz. Yoki berilgan qarzlar, kimgadir qarz bergan bo'lsangiz, undan hisoblanadi. Bizni batafsil tushuntiraman men qaysi qarzdan hisoblanadi, qaysisidan yo'q. Qayta sotish uchun sotib olingan tovarlar, investitsiyalardan qishloq xo'jalik mahsulotlari va chorva mollari. Bularning hammasini hozir biz sizlar bilan alohida etib o'tamiz. Va zakot berilmagan aktivlar qanaqa desanglar, zakot berilmagan aktivlar bu yashab turgan bino inshootlar, ya'ni sizni uyingiz, dachangiz masalan yoki ikkita uyingiz bo'lishi mumkin, uchta uyingiz bo'lishi mumkin. Bolalaringiz u yerda yashashi mumkin, lekin bu sizni mulkingiz, bolalaringiz mulki emas. Mana qancha og'aynilar bor, masalan, ularda 3 ta 4 ta uchastkasi bor, har bittasi o'g'liga ham qilib bergan. Bu o'zini mulki, bu shaxsiy mulki. Bolalar yashab turadigan, undan hisoblanmaydi. Shaxsiy foydalanish uchun uskunalar va avtomobillar, ulardan ham hisoblanmaydi. Ijaraga berilgan aktivlar, avtomobil bo'lishi mumkin, ko'chmas mulk va boshqalar. Sotish maqsadida sotib olinmagan boshqa aktivlar, ya'ni sotish maqsadida olinmagan boshqa aktivlar va olingan daromadlar. Ya'ni aynan daromadlardan hisoblamaysiz. Masalan, siz oylik olasiz-da, mana har oy $1000 olasiz. 12.000 dollardan zakot hisoblamaysiz. Chunki bu oylik. Tag'in bir marta juda ham katta farq bor. Zakot bu boylik bu boylikni solig'i deyishimiz mumkin. Ya'ni boylik. Chunki daromad boylikdan daromad bilan boylik bu umuman ikkita har xil narsa. Sizni daromadingiz juda ham katta bo'lishi mumkin, lekin afsuski odamlar nafsga berilgan, odamlar hozirgi paytda juda ham bir oldin mana faqat o'zingiz mahallangiz bo'lsa, faqat o'zingiz ishxonangiz bo'lsa, hozir butun dunyo oldingizda, ko'z ostingizda. Instagramga kirsangiz, boyvachchilar, hamma hasad, havas, shu birovdan kam bo'lmaslik deydi va oyligi yoki daromadi katta bo'lsa ham, uni yashash tarzi undan ham oshirish niyatida hattoki qarzda oladi. Lekin boylik bu nima? Bu qolgan mulk. Boylik bu mulk. Har doim mulk bo'lgan. Bu daromad emas. Поэтому zakot aynan boylikdan hisoblanadi, daromaddan emas. Mana xristianlikda desetina degan narsa bor. Desetina u daromaddan hisoblanadi. Bizda bu zakot imенно boylikdan hisoblanadigan soliq hisoblanadi. Endi qaranglar. Mana birinchisi pulli dedim, pulli. Endi qaranglar, qarzlarga kelsak, qarzdagi sizlar bilan kelsak, juda ham muhim mavzu. Berilgan qarzlardan siz zakot hisoblaysiz. Mana kimgadir berdingiz qarzni. Mana ko'pchilik so'raydi, va men berdim 2 yil, 3 yil o'tdi. Pullar qadrsizdan ketyapti-ku, qanaqa qilib men bu to'g'ri bo'ladimi men zakot to'lasam deydi. Bitta narsani bilishimiz kerak, oldingi paytda pul bo'lmagan, qog'oz pul bo'lmagan, tilla bo'lgan. Tillani qadri hech qachon kamaymagan. Tillani qadri kamaymagan. O'shanga ularda bu muammo bo'lmagan. Lekin bu mana bor holat. Qarz berdingizmi? Endi qarz berdingizmi? Mana birinchisi qarzlardan, ikkinchisi debitor qarz deydi. Ya'ni qanaqadir mijozligi kimgadir masalan bir nima sotsangiz, u debitor qarz bo'ladi. Undan ham hisoblanadi. Endi qaranglar, qarzlarni baholash uslubi men sizlarga ko'rsataman. Aytaman men. U 3 xil bo'lishi mumkin. 3 xil bo'lishi mumkin. Birinchisi
Birinchisi, agar qaytarilishiga ishonch bo'lsa, sizda ishonch bor, mana kimgadir qarz berdingiz, sizda ishonch bor, u hisobga olinadi. Undan 2,5% hisoblaysiz. Ya'ni sizga qarz aniqlaysiz, qancha sizga qarzligini aniqlaysiz. Masalan, $10,000 sizga qarz, undan 2,5% $250 hisoblaysiz. Endi agar qaytarilish umidi bo'lmasa, masalan, siz kimgadir qarz bergansizda, bilasiz, u yoki bankrot yoki moshennik chiqdi, firibgar chiqdi, yoki umuman aldoqchi sizdan qarz olib bo'ldi, sizga bermaydi. Siz уже ishonmaysiz berishga. Bu deganiki, bu sizning mulkingiz emas. Bu уже sizning mulkingiz emas. Chunki nima degani mulk? Mulk bu deganiki, men uni egasiman, man uni tasarruf qilishim mumkin. Ya'ni agar sizni umidingiz bo'lmasa sizga qaytarilishi, bu sizning mulkingiz emas. Поэтому nima fuqarolar aytadiki, bunda yoki Ayufi hisobotida bundan zakot hisoblamaysiz. Agar nobodo qaytib kelsa sizga, qisman bo'ladimi, to'liq bo'ladimi, o'sha yilni zakotida agar o'sha mulkdan, puldan agar qolgan bo'lsa, в любом случае pul ko'rinishida qoladi, o'shanda hisobga olinadi. Lekin umid yo'q bo'lgan qarzlardan hisobga olinmaydi. Endi shunaqa qarzlar borki, noaniq, qancha qaytishi noaniq, bilmaysiz. Bilmaysiz. Bergansiz, lekin unda muammoli, bankrot bo'lgan yoki xor qiyinchilik biznesida yoki umuman o'zida qiyinchilik, qaytarish umidi bor sizda, qaytarish umidi bor, lekin qancha qaytarish, qachon qaytarishni bilmaysiz. Bilmaysiz. Bu yerda bu deganiki nima? Noaniqlik bor, noaniqlik. Noaniqlik bor. Bunda nima qilasiz siz? Bunda siz zakot to'lamaysiz hozir bundan. Lekin pul qaytganda sizga, masalan, sizga kimdir mana aytdi, mana masalan sizga kimdir 100 so'm qarz bo'lgan. 21-yil bergansizda, 21-yil bergansiz. Bilasiz, sizga qaytarib beradi bu odam. Insofli odam, boshqa, lekin xor qiyinchilikda. Lekin masalan tasavvur qiling, sizga 30, ya'ni 21-yilning oxirida bergansizda unga siz. Sizga qachon qaytarib berdi? Faqat 31-mayda qaytarib berdi. 2025-yil 31-mayda qaytarib berdi. Va siz unga 100 so'm bergansizda, sizga 50 so'm qaytarib berdi. Men bo'ldi, men boshqa imkoniyatim yo'q. Mana bo'ldi, menda qaytara olmayman boshqa. O'zi mana oxirgi pullarimni senga berdim deyapti sizga. Bo'ldi, mayli deyapsiz. Uni ham tushunmaysiz. Lekin qarang, uni nima qilasiz endi? 50 so'm qaytardi. 21-yilda qarz bergansiz, 25-yil xor bo'lganki, 22, 23, 24, 3 yil to'liq yil o'tdi. 3 ta to'liq qamariy yil o'tdi. Ya'ni 3 ta Ramazon to'liq o'tdi. Va sizga qaytarib berdi. O'sha qaytarib berganda, keyingi Ramazonda emas, qaytarib berganda qaraysiz, nechta Ramazon o'tdi undan boshlab. Masalan, mana 21 dan 25gacha 3 ta Ramazon o'tdi deylik. 3 ta Ramazon o'tdi. Bu deganiki, har bir Ramazonda o'sha qarzdan siz 2,5% to'lashingiz kerak edi. O'shanga 3 ta Ramazon o'tdimi, 3 yil o'tdimi, 2,5% 3 ga ko'paytirsizda 7,5% bo'ladi. 7,5% bo'ladi va sizga 50 so'm qaytardi. 50 so'm qaytardi. 100 so'm olib 50 so'm qaytardi. Endi mana qancha zakot to'laysiz? Olganingizda, pulni olganingizda 31-mayda pulni olganingizda siz 7,5%, 50 so'mdan 7,5% to'laysiz. Tushuntirib oldimmi? Agar tushunmasanglar, chatda yozinglar, alohida tushuntirib beraman. To есть nima degani? Bu deganiki, umidingiz bor, umidingiz, chunki har xil, kстати, biznesda boshqacha uslub. Biznesgacha ham kutsanglar, biznesda bitta uslub bor, men sizga tushuntirib beraman buni. Lekin oddiy shaxs bo'lsangiz, 3-4 ta odamga pul berdingiz, deylik. Ikkitasidan aniq bilasiz qaytishni, yaxshi, ularda muammosi yo'q, lekin bir ikkitasidan shubhalanyapsiz. O'shanga zakot sanasida zakotni bermasligingiz mumkin. Qachon sizga qaytarib bersa, siz qaraysiz. Nechta Ramazon o'tdi? Men berganimda va to qaytarib olganimdan davrida nechta Ramazon o'tdi? 2 ta Ramazon o'tgan bo'lsa, unda necha foiz? 5% hisoblaysiz va 5% zakotni o'sha paytda berib yuborasiz. O'sha paytda berib yuborasiz. Mana shu 3 ta uslub tushuntira oldimmi? Bu hamma qarzlarga taalluqli bo'lgan yoki shaxsiy qarzlar yoki debitor qarzlar, ulardan zakotni hisoblash usuli 3 ta aytdim men, 3 ta anaqa bor. O'sha bo'yicha hisoblaysiz. Endi juda muhim narsa ko'chmas mulk. Ko'chmas mulk
Biz hammamiz yaxshi ko'ramiz ko'chmas mulkni. Ko'chmas mulk bu juda ham bir go'zal narsa. O'zida minuslari ham bor albatta, lekin bu agar qarasanglar eng boy oilalarni e, avlodlar aro qoladigan narsa bu nima? Bu ko'chmas mulk. Bu biznes emas. Bu kripto emas. Bu hattoki tilla emas. Bu ko'chmas mulk. Ular avlod qolaveradigan mulklar hisoblanadi. O'shanga ko'chmas mulkni hammamiz yaxshi ko'ramiz tabiiy ravishda. Lekin qaysinisidan zakot beriladi? Mana qaranglar, mana tabletsamda faqat oxirida beriladi. Mana endi o'sha tabletsamizdan o'tamiz, aniq bilishlik uchun. Chunki hammamizda, mana bu odamlarda hammamiz ko'chmas mulkni yaxshi ko'ramiz, hattoki o'ta yaxshi ko'ramiz va xatolik qilib qo'yamiz. Endi birinchisi, har qanday ko'chmas mulk, turar joy, shahar, qishloq uyi va hokazo, dacha yashash uchun sotib olingan va ishlatiladigan mulk. Undan zakot berilmaydi. Undan zakot berilmaydi. Dastlab qayta sotish uchun sotib olingan ko'chmas mulk, lekin zakot sanasiga kelib, qayta sotish niyati yo'q. Yo'qolgan, yo'qolgan. Ya'ni qachondir, deylik, 3-4 yil oldin men sotaman degansiz, qarasangiz, aytadi-ku ruslar, taka korov нужна самому. Zo'r joyda, klassический sentr, C1da joylashgan nima qilaman sotib deysiz. Undan ko'ra men bolalarimga qoldiray deysiz. Bu sotsam hozir u faqat qimmatlashadigan mulk bu. Chunki sentrda joy kamayib boryapti, ko'payib bormaydi. O'shanga men sotmayman deysiz. Sotmayman. Oldin men sotish uchun olganman, hozir endi mana sotmayman. Men bolalarimga qoldiraman, o'zimga mulk bo'lib qoladi deysiz. Arendaga ungacha topshaman. Mana bu deganiki niyat o'zgardi. Niyat o'zgardi. Bu deganiki bundan zakot nima berilmaydi. Bundan zakot berilmaydi. Yoki ijaraga berish uchun sotib olingan yoki ijaraga beriladigan ko'chmas mulk. Qaranglar. Bu yerda 3 xil bor. Ijara ijaraga berish uchun qurayotgan mulkingiz bo'lishi mumkin. Bu biznes, sizda biznes. Siz mana yerni oldingizda 10 sotib qattidir. O'sha yerda quryapsiz, ofis quraman deyapsiz. Ofis quraman deyapsiz. Hali qurib bo'lmadingiz, lekin bu yerdan zakot to'lamaysiz. Chunki ofis uchun, ofis nima degani? Ofis ijara degani. Ofis ijara degani. O'shanga bundan to'lamaysiz. Yoki ofis yoki mulk sotib oldingizda, kvartirani sotib oldingiz ijaraga berish uchun. Undan ham zakot to'lamaysiz. To'lamaysiz. Aniq bilishimiz kerak bu narsani. Aniq niyatsiz sotib olingan ko'chmas mulk, pul qiymatini saqlash, bolalar uchun va hokazo. Ya'ni aniq niyatingiz yo'q sizni. Bilmaysiz nima uchun sotib olganingizni. Lekin aniq oldi sotdi uchun emas. Qachondir masalan kerak bo'lib qolsa sotaman uni. Kimdir mana o'zini pensiyasiga yetadi. Mana qaraganimda bolalarimga muhtoj bo'lmay yoki bolalarimdan zavisini bo'lmay, anaqa bo'lmay deb, o'zimning mulkim bo'lsin deb, o'shanda kerak bo'lganda sotib olaman-da, o'shani yevropeys chol kampirlarga o'xshab sayohat qilib yuraveramiz. Er-xotin chol kampir deb aytsanglar ham bo'ladi. U uchun undan zakot to'lamaysiz. Zakot to'lamaysiz bundan ham. Chunki aniq niyatingiz yo'q. Endi qaranglar, mana mana shu ko'pchilik xato qiladigan narsa zarurat yoki sabab tufayli men o'shanga har bir narsani batafsil bu yerda ko'rsatganman. Batafsil. Zarurat yoki sabab tufayli sotuvga qo'yilgan ko'chmas mulk moliyaviy ehtiyoj bo'lishi mumkin yoki boshqa ko'chmas mulk sotib olish va hokazo. Ya'ni masalan, siz yosh oilasiz, xonali kvartira sotib oldingizda, endi qarasanglar, sizda mana o'sha ikkita bola, 2 xonali kvartira to'g'ri kelmayapti, 3 xonalini olmoqchisizlar. O'shanga buni sotishga qo'ydingiz. Kvartirangizni sotishga qo'ydingiz. Bundan zakot to'laysizmi, yo'qmi? Yo'q, to'lamaysiz. Chunki nima uchun siz uni sotishga qo'ydingiz? Foyda olish uchunmi? Tag'in bir marta. Bitta narsa men aytganim, juda muhim, bu fundamental narsa, tushunishimiz kerak bo'lgan narsa. Qaysi mulkdan zakot to'lanadi? Qaysiki oldi sotdi uchun sotib olingan va foyda qilish uchun sotib olingan. Ya'ni keyinchalik sotish uchun va sotuv bu biznes model. Sotuv bu biznes model. Ya'ni shu orqali men nima moliyaviy ehtiyojlarimni qondiraman, shu orqali men daromad qilaman, shu orqali men boyiyman degan, ya'ni anaqa bo'lish kerak. Lekin buni siz sotyapsiz nima uchun? Qanaqadir ehtiyoj bor. Kattaroq kvartira olmoqchisiz yoki bu kvartirani sotib uchastka qurmoqchisiz yoki masalan mashinani qo'ydingiz sotishga. Mashina sizda Gentraydi. Endi nima deysiz? Og'aynilarimda hammasida BYD deysiz yoki boshqa hozirda Li, boshqa mana shuni olaman deysiz. Sotuvga qo'ydingiz. Sotuvga qo'ydingizda hali sotilmadi u, sotilmadi. Lekin sotuvga qo'ydingiz. Undan
zakot hisoblamaysiz. Lekin nima? Lekin agar zakot to'lash sanasiga o'sha mashinangizni sotib olib, pulni olgan bo'lsangiz, u puldan zakot hisoblaysiz. Nima uchun? Chunki bu уже puldan zakot hisoblanadi. Bu yerda уже farqi yo'q. Puldan zakot hisoblanadi. Chunki bu sizni pulingiz, bu sizni mulkingiz. Bu sizni mulkingiz. Uni xohlaganingizni qilishingiz mumkin. Aynan puldan zakot hisoblanadi. Lekin o'sha zarurat yoki sabab tufayli sotuvga qo'yiladigan mulklardan, undan, hattoki ko'chmas mulkdan undan zakot qilinmaydi. Va qayta sotish uchun sotib olingan qurilish bosqichidagi yoki tayyor ko'chmas mulk, поэтому специально mana aniq batafsil tushuntiraman, hattoki qurilish bosqichida bo'lishi mumkin. Ya'ni mana aytish mumkin, menga stроительный kompaniya aytishi mumkin, developer, biz hali pul olmadik-ku. Birinchidan, ko'pini pulini oldinglar, chunki biznes model shunda qurilgan. Har bitta etapda olinadi, pul sotiladi. Lekin shunaqa desangiz ham, kstati, ularda boshqacha, chunki bu yerda investorlarning ulushini ayirib tashlaysizlar. Lekin o'zinglarniki bo'lsa, o'zinglarning pullariga qurayotgan bo'lsanglar, bu yerda nima, bu kaplagan bo'ladimi, hali bitmagan bo'ladimi, uni sotish uchun quryapsizlarmi, undan zakot to'laysizlar. Buni ham agar tushunarsiz bo'lsa, bir qatidur chatda savol beringlar, men unga xudo xolisa javob beraman. Endi mana eng muhim joylardan biri bu, qaranglar, hammamizda yoki ko'pchiligimizda zakot to'lovchilarda qanaqadir investitsiyalar bor. U investitsiyalar har xil bo'lishi mumkin. Menda alohida ya'ni vebinarim bor. Bu investitsion strategiya degan webinar, ya'ni bu to'g'ri investitsiya qilish. Qanaqa aktivlarga investitsiya qilish kerak, qancha qilish kerak, qanaqa uni diversifikatsiya qilish kerak, qanaqa risklarni boshqarish kerak, nima uchun qanaqadir investitsiya o'zi qilinadi. Da, например, kimdir mana hozir недвижимость sotib olsa, nimaga sotib olsan desam, endi mana hamma bu narxlar oshib ketyapti. Bu noto'g'ri narsa. Bu deganiki odamda strategiya yo'q. Mana boshqa mavzu, lekin mana ko'pchiligimizda aksiyalar bor, kimdir biznesliga pul tikkan, kimdir startaplarga pul tikkan, kimdir mana shunaqa fondlarga pul tikkan, Iman bo'lishi mumkin, Asaxiy bo'lishi mumkin. Ya'ni har xil fondlar bor, o'shalarga pul tikkan. Kimdir mana birja tovarlarida sarmoya kiritadi. Mana mendan ham yaqinda so'rashgan, o'shanga ya'ni qo'shib qo'ygan edim. Вот. Ya'ni nima? Mana tasavvur qiling, mana sizlarda pul bor. Ko'chmas mulklar ham bor. Mana endi aytyapsizlar, nima qiling mana shu pulni, nima qiling? Og'aynilik qilyapti. Slush, mani biznesim bor. Menga pul tikkin, men senga dividend to'lab turaman. Unga ham tikdingiz deylik. Bir ikkita kompaniyalarga pul tikdingiz. O'zingiz tadbirkor ham bo'lishingiz mumkin. Og'ayningizni mana biznes klubda o'tirasizlar, unga pul kerak. Siz uni biznesga pul tikdingiz masalan, yoki siz startapga pul tikdingiz. Yoki qanaqa fondlarga pul tikdingiz. Qanaqa zakot hisoblanadi? Mana qaranglar, men birinchi aytdim, birinchi kompaniyani aksiyalari. Mana bilamiz, mana o'zimizni Uplift degan kursimiz bor, halol aksiyalarga investitsiya qilish kursi. Bizni o'tda nima, tadbirkorlarga, investorlarga yoki umuman kim investitsiya qilaman deganlarga qanaqa qilib to'g'ri aksiyalarni tanlash, ya'ni joiz aksiyalarni tanlash va qanaqa qilib ularga investitsiya qilishni o'rgatamiz. Ya'ni mana masalan, sizlar shunaqa aksiyaga pul tikmoqchisizlar, Amerika birjani aksiyalariga pul tikmoqchisizlar. Deylar masalan, sizlar o'sha pul tikinglar. Agar buni ikki xil modeli bor, mana qaranglar, men bu yerda yozib qo'yganman, ikki xil modeli bor bu yerda. Ikki xil investitsiya qilishingiz mumkin. Birinchisi yoki uzoq muddat. Ya'ni qisqa, nima uchun qilinadi bu? Bu deganiki, siz uzoq muddatga qildingiz. Undan foyda olib turish uchun, masalan, og'ayningiz biznesiga nima qildingiz? Ham investitsiyangiz o'sish uchun, ham dividend olib turish uchun, ya'ni foyda olib turish uchun. Yoki masalan, qanaqa investitsion platformaga nima uchun qildingiz? Dividend olib turish uchun qildingiz. Siz dividend olib turish qildingiz, ya'ni foyda olib turish uchun qildingiz. Uni oldi sotdi uchun qilmadingiz siz. Oldi sotdi uchun. Uni aniq maqsadlarda qildingiz. Masalan, qanaqadir fond bor, fond недвижимости bor, ya'ni ko'chmas mulk fondi bor. Uni ko'chmas mulkga tikadi. Unga qildingiz chunki sizni ulushingiz oshib boraveradi sizni. Undan arenda olib turasiz masalan. Ya'ni nima? Aksiyalarga ham ikki xil investitsiya qilish mumkin. Yoki oldi sotdi bo'lishi mumkin. Trading deydi buni. Trading oldi sotdi bo'lishi mumkin yoki uzoqroq muddat bo'lishi mumkin. Uzoqroq muddat. Qachondir sotib yuboraman yoki hozircha, lekin men bu kompaniyaga ishonaman. Bu kompaniya kuchli. Men ishonamanki, buni aksiyalari pastdan oshib boraveradi. O'shanga men unga qildim.
mana именно uzoq muddat yoki e, shu e, oldi sotdi uchun qilmagan bo'lsanglar, mana har bir inson biladi nima uchun ekanligini. Tabiiyki, biz birovni biznesiga, startaplarga, albatta startapni qachondir sotmoqchi bo'lasiz. Qachondir sotmoqchi bo'lasiz. Lekin bu oldi sotdi biznes modeli emas. Bu oldi sotdi biznes modeli emas bu. Startapga siz uni qiymati o'sishiga qilasiz siz. Qiymati o'sishiga qilasiz. Вот. Unda qaranglar, kompaniyani aksiyalaridan sizlar bu juda ham murakkab mavzu, lekin mana oddiy tushunsanglar, oddiy hayotinglarni oddiylashtirish uchun, soddalashtirish uchun, agar kompaniyani aksiyalariga uzoq muddatga investitsiya qilgan bo'lsangiz, ya'ni oldi sotdi uchun qilmagan bo'lsangiz, undan 2,5% emasdi, 1,25% toplaysiz bozor qiymatidan, bozor qiymatidan. Nima uchun desanglar, mana mana bu slaydda ko'rsataman sizga tushunishligi uchun. Qaranglar, nima uchun? Chunki kompaniya nima degani o'zi? Kompaniya nima degani? Kompaniya deganiki uni aktivlari, ya'ni uni mulklari va uni qarzlari, uni qarzlari. To'g'rimi, yo'qmi? Kompaniyani hamma aktivlari zakotga tortiladimi, yo'qmi? Albatta yo'q. Albatta yo'q. Siz lekin kompaniyani aksiyani sotib olganingizda, siz kompaniyani mulklarini как будто бы egasi bo'lasiz. To'g'rimi, yo'qmi? O'shanga endi uni hamma mulki zakotga tortiladimi? Yo'q. Mana masalan qaranglar, mana kompaniyani olamiz. Yoki unda oltin bor, 10 ming dollarlik pul mablag'lari bor sizda, masalan sizda. Berilgan qarzlar bor, shaxsiy uyingiz bor sizni. Mana o'zingizni masalan, sizni mana boyligingizni qarang. Dala hovlingiz bor, 100 minglik, ijaraga berilgan ikkita kvartirangiz bor, biznesga investitsiya qilgansiz, aksiyaga investitsiya qilgansiz, jami mol mulkingiz qancha qarang. Oltindan siz 2,5% zakot to'laysiz, 250 dollar chiqadi. Puldan 2,5% to'laysiz, 375 chiqadi. Berilgan qarzlardan siz 2,5 to'laysiz, 250 chiqadi. Lekin shaxsiy uyingizdan to'lamaysiz. Dala hovlidan to'lamaysiz siz. Ijaraga bergan kvartiradan to'lamaysiz. Biznesga investitsiyadan 1,25 dan to'laysiz, 1,250 bo'ladi. Aksiyaga investitsiya 1,25, 375. Общий zakotingiz 2,5 ming dollar chiqdi, qaranglar. 2,5 ming dollar chiqdi общий zakotingiz sizni. Lekin boyligingiz qancha? Boyligingiz 635 dollar. Tashlang, ming dollar. 635 ming dollar. Lekin undan 2,5 ming dollar zakot to'ladingiz. 2,5 mingni 635 ga bo'lsangiz, bu atigi 0,4 chiqadi. Tasavvur qiling, mana qaranglar, biz zakotni 2,5% deganimizda, bu noto'g'ri tushuncha o'zi. Chunki butun boyligimizdan ancha kam to'laymiz. Masalan, men o'zimni boyligimdan 2,5% dan ancha kam to'layman. Ancha kam to'layman. Chunki hamma mulkim ham zakotga tortilmaydi. Masalan, uchastkam bor, dacham bor, boshqa aktivlar bor, to'lanmaydigan aktivlar bor. Ulardan to'lamayman. O'shanga mana zakotim, agar hamma mulkimni qo'shsam yoki har bitta boy odamning zakoti 1% dan ham kam chiqadi. 1% dan ham kam chiqadi. O'shanga ulamolar aytganki, biznesga mana bu yerda investitsiya qilsangiz yoki biznesni balansini olishingiz kerak. Balansini olib, birma-bir hisoblashingiz kerak. Endi buni hech kim qilmaydi. O'shanga aytilganki, tinchgina 1,25% shu bozor narxidan, bozor qiymatidan hisoblayvering deyilgan. Поэтому xohlasanglar 2,5% beraveringlar. Bu farq sarxaga ketaveradi. Yoki 1,25% berishingiz mumkin. Endi biznesda sherik yoki investor sifatida, ya'ni biznes yoki biznes loyihaga yoki startapga pul kiritgan bo'lsangiz, masalan, og'aynilaringizni biznesi yoki og'ayningizni startapi, unga pul kerak edi, yoki u qanaqadir biznes qilmoqchi edi, unga pul kerak. Unga pul tikdingizda, undan ham qanaqa zakot hisoblayman desangiz, nima qilishingiz kerak? O'sha biznesni o'zingizni ulushingizni qiymatini bilishingiz kerak. Agar buni bila olmasangiz, umuman bila olmasangiz, bilmayman deyishingiz mumkin. Men qattan bilmayman og'aynim biznesi, uni hozir qiymati qancha, men tikkan pulim bor deysiz. O'shanda o'sha tikkan pulingizdan 1,25% hisoblaysiz. Tikkan pulingizdan 1,25 hisoblaysiz. Lekin to'g'ri narsa bu, albatta nima? Biznesini qiymatini hisoblash va uni adolatli qiymat deydi, yoki odil qiymat deydi, fair value yoki справедливая стоимость deydi. Endi buni men sizlarga hozir texnik termindan aytib o'tirmayman. Вот. O'shanga bundan mana masalan aytishingiz mumkin. Men shu Azizni biznesiga 100 ming dollar tikkanman. O'sha 100 ming dollardan olasizda 1,25
hisoblaysiz, 1250 bo'ladi. Lekin aytsangiz, lekin hozir uni biznes ancha rivojlanib ketdi. Mana hozir 100 mingim примерно 200 mingga teng desangiz, примерно 200 ming hozir mana kelsangiz, bo'lmasam 200 mingdan 1.25% hisoblaysiz. Например, mana deylik, mana misol yaqinda klinikaga bitta og'aynim o'zi klinikaga pul tikkan. Klinika. Endi klinikani o'zini binosi bor. U ta'sischi bo'lib kirgan. Lekin u yerda unda 10%. Hozir klinikani masalan, u yerga 100 ming dollar tikkan deylik, 100 ming dollar tikkan. Lekin hozir qarasa, o'sha 4 etajli binosi, uni klinikani foydalari qancha chiqayotganini, qor 100 mingni 250 ming dollar bo'ladi. 100 mingdan to'laydimi? 100 mingdan to'lash kerak emas, bu noto'g'ri bo'ladi. 250 ming 10% degani, bu deganiki 2,5 million dollar bu butun klinikani biznes sifatida narxi. Mulki bilan birga. 250 ming bo'lsa, 250 mingdan 1.25% to'lash kerak. Nima uchun 1.25? Chunki klinikani binosi bor. Binosini o'zi zakotga tortilmaydi. Chunki bu bino biznes uchun ishlatiladi. Bu asosiy vosita hisoblanadi. Оборудование ham bor. Menda bor. Ulardan hisoblanmaydi. Klinikada masalan nimadan hisoblanadi desanglar, kimdir qarzlari, muolajaligi, operatsiyaligi, muolajaligi yoki puldan hisoblanadi. Bo'ldi, mana shu ikkita narsa. O'shanga kimdir biznesiga, kimdir startapiga tikdingizmi, o'sha adolatli qiymatdan 1.25 hisoblaysiz yoki qila olmasangiz, o'zingiz tikkan puldan 1.25 hisoblaysiz. Endi qaranglar, murabaha dedimmi? Platformalar, murabaha, BNPL deydi, ya'ni nasiya platforma. Mana Iman bu g'irt nasiya platforma. Chunki ular nima qiladi? Ular nasiyaga sotadi, bir nimani nasiyaga sotadi. Bu deganiki, ularning biznesi oldi sotdi ularning biznesi. Bu deganiki, bu yerda o'zi siz aniq bilasiz, siz tikkan pulingiz investor sifatida tikkan pulingiz nima? Iman oladi-da, uni рассрочкаga beradi. Bu deganiki, sizning investitsiyangiz undan 2,5% to'lashingiz kerak. Chunki siz tikkan pulingizni 100% oldi sotdida ishlatishadi. Ijaraga o'tdi. Qanaqadir binolarga investitsiya qilmaydi o'zi uchun. Bu deganiki, bular nasiya savdo, nasiya savdo bo'ldimi? Bu deganiki, investitsiya summasi va hisoblangan foydadan 2,5%. Qaranglar. Men har bittasini 1-2-3 qildim, mana men 1-2-3 ga teng. Mana bu murobaha, ya'ni nasiya platformalariga, imенно nasiya platformalariga kam bo'lsangiz, unda 1.25% emasda 2,5% to'laysiz. Chunki bu nasiya platforma nasiyaga bergan. Nasiyaga bergan. Yoki Asaxiy masalan, Asaxiy. Ularga ham tikkan bo'lsangiz, ular ham oldi sotdi qiladi, o'zining marketplace bor. Ular oldi sotdi qiladi. Bu deganiki, sizning pullaringiz imенно nasiyada aylanadi. Nasiyadan zakot hisoblanadi. Qaranglar, 4-chi, men hammasini batafsil ko'rsatdim. Hech kim ertaga anaqa qilmasin dedim men. Xato qilmasin dedim. Barcha narsani bu yerda inobatga oldik. Ijara fondlari bo'lishi mumkin. Ijara fondlari. Nima degani ijara fond? Bu deganiki, masalan, meni ham og'aynilarim bor, ular mashinani ijaraga beradi. Mashinani imini ijaraga beradi. Chunki ikki xil bor bu yerda. Mashinani variant deydi, nasiyaga beradi. Unda bu nima? Bu nasiya platformalarida bu yerdan 2,5% berish kerak. Lekin ijaraga bersa, imini ijara shartnoma asosida mashinani bersa, unda siz to'lamaysiz. Chunki ijara aktivlaridan nima? Zakot tortilmaydi. Imini ijara bo'lsa, tushuntirdimmi? Bu tushunarli bo'lishi kerak sizga. Endi odatda qisqa muddat davriyligi yoki oldi sotdi savdo faoliyati. Ya'ni bu yerda nima? Bu yerda bilamiz, agar siz oldi sotdi uchun, trading uchun olgan bo'lsangiz, asosan bu aksiyalar bo'ladi yoki mana birja tovarlar dedim, kriptovalyutalar в любом случае 2,5% dan hisoblanadi yoki aksiyalarni imенно trading asosida oldi sotdi uchun sotib olgan bo'lsangiz, ya'ni oldi sotdi qilayotgan bo'lsangiz, undan 2,5% to'laysiz. Ya'ni buni trading deydi, scalping deydi, day trading deydi, bular noto'g'ri narsalar o'zi, lekin trading qilsa bo'ladi. Unda 2,5% to'laysiz. Ya'ni uzoq muddat bo'lsa, mana men sizga tushuntirdim. Og'aynilaringiz bizneslari, qanaqadir bir investitsiyalar, ulardan 1.25% to'laysiz. Nima uchun 1.25? Chunki men aytdim, hech kimning mulki nima? Hech kim mulki 2,5% ga chiqmaydi. Endi
qanaqa majburiyatlarni cheklashimiz mumkin? Ya'ni nima degani majburiyatli? Majburiyat degani sizni qarzlaringiz. Siz kimgadir qarzsiz. Shaxs sifatida siz kimgadir qarzsiz va siz olgan qarzlaringiz. O'sha endi savol, qaysi qarzlarimizni bizni zakot bazasidan zakot ayirishimiz mumkin? Bu yerda mana 3 xil bor. Mana qaranglar. Bu joriy va muddati o'tgan olingan shaxsiy qarzlar. Kimdirdan shaxsiy qarz oldingizda, uni muddati o'tgan, просроченный deydi. Просроченный. Uni ayirishingiz mumkin. Haqqingiz bor. Uni ayirasiz. Mana muddatingizni hisoblaysizda, masalan sizda aksiyalar bor, deylik tilla bor. Hammasi bo'lib 500 ming chiqdi, lekin kimgadir 50 ming dollar qarzsiz. 50 mingni ayirib tashlaysiz. Lekin joriy bo'lishi kerak. Joriy yoki muddati belgilanmagan qarzlar bo'lishi mumkin. Ya'ni qarz bergan taraf xohlagan vaqt talab qilishi mumkin. Ya'ni kimdir sizga berdida, yetdi. Men beryapman, lekin menga kerak bo'lib qolsa, uzr, menga qaytarishing kerak bo'ladi, topishing kerak bo'ladi, menga kerak bo'lib qolsa. Bu ham как joriy hisoblanadi, joriy. Chunki qachon talab qilsa, siz uni so'ngga berishingiz kerak bo'ladi. Endi qarang, siz ipotekaga, avtomobilga, iste'mol va shunga o'xshash olingan qarzlar bo'lishi mumkin va ular ikki xil bo'lishi mumkin. Yoki halol qarzlar bo'lishi mumkin, yoki oddiy an'anaviy qarzlar bo'lishi mumkin. Vot. Bular qanaqa hisoblanadi? Buni qaranglar. Ipoteka bu 10 yilga olishingiz mumkin. To'g'rimi? O 15 yilga olishingiz mumkin yoki mashina qarzini ham 3 yilga, 5 yilga olishingiz mumkin. Buni hammasini ayirmaysiz. O'zi umuman to'g'ri podxod ipoteka va avtomobil o'zingiz uchun olgan bo'lsangiz bularni, bu zakotga tortiladigan aktivlarga kirmaydi. Ya'ni kvartira oldingizda ipotekaga, lekin kvartiradan zakot to'lamaysiz-ku, chunki o'zingiz yashaydigan kvartira. Qarzni ham ayirishingiz kerak emas. Ayirishingiz kerak, lekin ba'zi ulamolar ruxsat berganki, mana qaranglar, keyingi 12 oy ichida to'lash kerak bo'lgan summalarni ayirib tashlashingiz mumkin. Nima uchun? Chunki keyingi Ramazongacha bo'lgan qarzlarni ayirib tashlashingiz mumkin. Ya'ni mana 15-Ramazon 26-yildan to 15-Ramazon 27-yilgacha bo'lgan qarzlarni, ya'ni to'lash kerak bo'lgan qarzlarni ayirishingiz mumkin. Masalan, deylik, bu yerda borman deyapman. Bu yerda bir nechta misollar bo'lgan. Bularni ayirib tashlashingiz mumkin. Lekin agar bu sizni ipotekangiz foizli bo'lsa, foizlarni ayirishingiz mumkin emas. Foizlarni ayirishingiz mumkin emas. Lekin avtomobilga masalan, deylik, nasiyaga olgan bo'lsangiz, joiz nasiyaga olgan bo'lsangiz, uni polniy o'sha keyingi 12 oy to'lash kerak bo'lgan summalarni ayirishingiz mumkin bo'ladi. Endi misollarni keltiraman sizga. Qarang, Anvardan olingan va 2023-yil iyul oyida to'lanish kerak bo'lgan qarz. U butunlay chekiladi. Chunki 23-yil to'lash kerak bo'lgan qarz. Hozir 26-yil, chunki bu shu просроченный qarz. 3 yilga bo'lib to'lash uchun olingan avtomobil. 3 yilga bo'lib to'lash uchun olingan avtomobil. Bu yerda zakot hisoblangan kundan boshlab keyingi 12 qamariy oy ichida qilingan to'lovlar ayriladi. Masalan, 5-mart 26-yil plus 12 oy, 12 qamariy oy. Ya'ni oddiy tilda aytganda 5-mart 26-yildan to deylik 5-mart 27-yil. O'zi 24-fevral bo'lishi kerak deymiz. No, oddiy yil olsanglar ham bo'ladi. O'sha qarzlarni ayirishingiz mumkin. Ya'ni 1 yil. 5 yil bo'lib to'lash uchun olingan kvartira, 5 yil. Zakot hisoblangan kundan boshlab keyingi 12 qamariy oy ichida to'lovlar ayriladi. Masalan, 5-martdan boshlab nima? 12 oy davomida. Ya'ni faqat 12 oy, mana grafik ochasizlar-da, shartnomada bo'lsa, grafik ochasizlar, o'tda yozilgan bo'ladi. Aprel 26, may 26 to fevral 27-gacha. Qaraysizlar, agar bu protsentli kredit bo'lsa, protsentini olib tashlaysizlar-da, asosiy summadan ayirsanglar bo'ladi. Ayirmasanglar ham bo'ladi, lekin ayirsanglar ham bo'ladi. Men sizga aytyapman, что ulamolar buni ruxsat bergan. Yoki masalan 24-yil avgust yoki 24-yil avgust oyida do'stingizdan olingan va 27-yil avgustda to'lanishi kerak bo'lgan qarz. U
Chegirlmaydi. Nima uchun? Chunki 27-yil avgust bu, agar hozirga qarasanglar, keyingi bir yil qachon bo'ladi? Qachon tugaydi? Fevral 27da. Fevral 27da. Bu qarzingizni siz avgust 27da to'lashingiz kerak. Bu o'shanga chegirlmaydi, chunki bu bir yildan ko'p bo'lyapti. Tushuntira oldimmi? Buni ayirib tashlay olmaysizlar. Yoki 20 mana bunaqa, buni to'g'ri yozgan ekanman. 26-yil fevral oyida do'stingizdan olingan va birinchi qismini 27-yil fevralda va ikkinchi qismini 28-yil fevralda to'lanishi kerak bo'lgan qarz. Unda faqat birinchi qismini ayirib tashlaysiz. Nimaga? Chunki fevral 27-yil hali ham o'sha 12 qamariy oyga kiradi. Tushuntira oldimmi? Ya'ni nima? Ana qarzlaringizni chekirishingiz mumkin. Birinchisi bu strukturani tushuntiramiz. Birinchisi bu davri o'tib ketgan, ya'ni просроченный qarzlar. Ikkinchisi bu joriy qarzlar. Uchinchisi bu sizga vaqtini yetmagan, lekin qachon xohlasa olish kerak bo'lgan qarzlar. Va to'rtinchisi bu uzoq muddatli qarz bo'lishi mumkin, lekin uni faqat nima? Keyingi 12 oy ichida to'lash kerak bo'lgan qismi bo'ladi. Okey? Shu bilan shaxsiy mulkdan bizni sizlar bilan zakotni hisoblashni mana ko'rsatdim. Nima? Oddiy puldan bo'lyapti, bu yerda tilla kumushdan bo'lyapti, bu yerda qarzlar o'tdik sizlar bilan va investitsiyalarni o'tdik. Nima investitsiya bo'lishidan qat'iy nazar, mana investitsiyalarni ham o'tdik. Nima qarzlar arilishi mumkin bo'lgan. Qarzlardan hisoblanadi. Mana bu qildik. Ya'ni kim endi mana shaxsiy mulkidan hisoblayman desa, aniq biladi nimadan hisoblanadi va qanaqa qarzlar ayriladi. Mana hozir biznesga o'tishimizdan oldin men kichkina bir e'lon qilmoqchi edim, juda ham muhim e'lon. Va undan keyin biz Xudo xolasa biznesdan qarzlarga o'tamiz. Birinchisi mana biz sizlar bilan hozir deylik tizimli ravishda zakot hisoblashni o'tyapmiz. Tizimli ravishda. Lekin albatta bu zakot bu ya'ni bir kichkina qismi islom moliyasi, bilasizlar, mana hozir O'zbekistonda qarorlar ham chiqdi. Islom moliya va bankchiligiga yo'llar ochilyapti. Xudoga shukr, mana imkoniyatlar paydo bo'lyapti va kim agar shu islom moliyasini o'rganmoqchi bo'lgan bo'lsa, nima uchun desanglar, agar mana sizlarda oldi-sotish shartnomalar bo'lsa yoki ijara shartnomalar bo'lsa yoki sizlar sheriklar bilan biznes qilib, shu sherikchilik qoidalarini bilaman, o'rganaman desanglar, ya'ni mudorib musharaka yoki boshqa passiv investorlar bilan ishlash qoidalarini o'rganaman desanglar, mana men shu trening qilganman, juda ham kuchli trening. Buni men aytishim mumkin, bu treningimni SNGni, ya'ni MDHni eng katta banklari olgan. Mendan eng katta banklari olgan va buni minglab odam bu treningni o'tyapti. Yaxshi. Haybulloh, hammaga o'chirib qo'yish kerak. Kechqurun so'raydi-ku. So'rasa o'shanda. Opam kelmadi-ku. Bizdan qora olasizmi? Menga admin bermagansizda. Berdim. Berdingizmi? Ya'ni kim shu islom moliyasini o'rganaman desa, o'zi uchun, biznes uchun, chunki biznesni ham men to'g'ri halol qilaman desa, bu kursim albatta juda ham kuchli fundamental va amaliy bilim beradi. Bu kursim rus tilida, chunki bu SNG uchun qilganman, Rossiya, Qozog'iston asosan uchun qilganman. ibf.mufid.uz saytida topsanglar bo'ladi va mana shu botga yozsanglar bo'ladi, kimga xohlasa, va sizlarga aynan 10% chegirma ham beraman Xudo xolasa. Bu birinchi e'lon. Ikkinchi e'lon, mana men sizlarga hozir zakot hisoblashni ko'rsatyapman, lekin bizni men bir necha yil oldin bitta narsani tushundim. Zakot aytganimdek bu uchinchi ustun. Zakot bu sadaqa emas, xohlaganingizni bera olmaysiz va xohlaganingizga ham bera olmaysiz va zakotni hamma boy odam hisoblaydi, albatta musulmon deb bilgan o'zi, lekin deyarli hamma noto'g'ri hisoblaydi. O'shanga muammo tizimli bo'lgani uchun men shu zakot kalkulyatorini ishlab chiqishni o'ylab, uni ustida 2 yil ishladim. 2 yil butun shu bo'sh vaqtimni o'shanga bag'ishladim va 21-yilda mana shunaqa zakot kalkulyatorimizni hisobladik, ishga tushirdik. Ayubxon domla diniy
qo'mita unga fatvoni ham berdi va mana endi bu yil mana Haybullo bizani komandamizga qo'shildi. Haybullo AI Karmonni asoschisi. AI Karmon bu shaxsiy moliyani boshqarish platformasi va bizni zakot kalkulyatorimizni mukammallashtirdik va aytishimiz mumkin, bu kalkulyator barcha uchun tekin. Biz buni ishlab chiqarish uchun ancha pul ketkizdik, ancha vaqt ketkizdik, lekin nima bu 3-ustin bo'lganiga buni hammaga tekin qildik biz. Bu kalkulyatorimizni hammaga tekin qildik va mana qaraylikki, shunchalik bu kalkulyator ishonch qozondiki, eng katta platformalar, mana Iman yoki Paynet yoki Click yoki Alif, O'zbekistonda eng tanilgan va eng katta platformalar bizga ishonch bildirib, ularni platformalarida bizani zakot kalkulyatorimizni topsanglar bo'ladi. Bayt mana bu platformalarga kirsanglar, bizani zakotim kalkulyatorimizni topsanglar bo'ladi. Mana bu juda ham katta ishonch. Bizga albatta ishonch bu mas'uliyat va biz shu zakot kalkulyatorimizni bu yilga ham juda ham zo'r kuchli loyihalar qo'yganmiz. Masalan, tadbirkorligi, masalan, 1S bilan integratsiyani o'ylaganmiz. Ya'ni tadbirkorlik umuman o'zi 1S'dan yoki boshqa narsalardan kiritish kerak bo'lmaydi, qo'li bilan avtomatik ravishda kiritiladi yoki boshqa loyihalar bor bizda. Albatta bu loyihani biz mana ta'min aytaman, bu loyihani biz tekin qilganmiz, hammaga tekin, o'zimizni pullarimizni ketkizganmiz, o'zimizni vaqtimizni ketkizganmiz. Bu nima deydi, sadaqa joriya bo'lsin deganmiz biz buni. Lekin har bitta loyihani bilamiz biz. Mana hattoki siz o'zingizni uyingizda 1-2 yil bo'lmay, uy rasvo bo'ladi. Xuddi shunaqa bu loyihani ham biz ikkita narsa qilishimiz shart. Biz har doim birinchi podдержка qilishimiz kerak, ikkinchi buni rivojlantirishimiz kerak. Chunki bu loyiha hozir mana bu yildan boshlab millionlab odamlar o'zini zakotini hisoblaydi va to'g'ri hisoblaydi, Xudo xolisa. Biz mana hammamiz kim mana shunga hissa qo'shsa, bu uchun sadaqa joriya bo'ladi, bu uchun juda ham bir katta ajr savob bo'ladi. Поэтому agar sizlarda qanaqadir bir qo'llab-quvvatlash niyatingiz bo'lsa, sizlar zakotim.uz kalkulyatoriga kirib, o'zingizlar ham qo'llab-quvvatlasanglar bo'ladi. Chunki bu barcha uchun qilingan narsa va har bir odam foyda topgandan keyin o'zi tabiiy ravishda mana qanaqadir hissa qo'shadigan tuyg'usi bo'ladi. Поэтому kimda bu absolutno opsionalniy, bu ixtiyoriy narsa. Kim zakotini hisoblab, mamnun bo'lib, chunki agar kirsanglar, nimasi bilan bu zakot kalkulyatori noyob, men aytishim mumkin, dunyoda unaqa kalkulyator yo'q, chunki biz aynan bizneslar uchun qilganmiz. Ya'ni biznesingizda bir nechta biznes bo'lsa ham, har bittasini kiritib, nomini kiritib, ba'zi bir informatsiya kiritsangiz, sizda PDF-da zakotingiz chiqadi va har bir yilida ham zakotingizni hisoblasangiz bo'ladi. Shaxsiy mulkingizdan, investitsiyadan, biznesingizdan. Ya'ni bu juda ham qulay qilganmiz. Oddiy odam uchun, tadbirkor uchun hisoblash uchun buni biz juda ham oson qilganmiz. Albatta Haybulloga katta rahmat, chunki juda ham katta ish qildi. Butun integratsiyani, butun o'sha optimizatsiyani, butun veb-saytlarni to'g'ri qilishga butun komandasi ishladi Haybulloni va bu kalkulyatorimiz juda ham hozir kuchli instrument bo'ldi. Hattoki mana hozir qiziqish Qozog'istondan bo'lyapti va Rossiyadan bo'lyapti. Ular bilan ham hozir mana integratsiya muzokaralarni olib borish jarayonida biz. Поэтому vaqtinglarni olmayman, lekin kimda xohish bo'lsa, albatta qo'llab-quvvatlasanglar bo'ladi.